Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Win-Win kontorasidan ro'yxatdan o'tib 12 million so'm olishni o'rganamiz do'stlar. Albatta video yoqsa videoga like bosishni unutmanglar va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishni unutmanglar. Birinchi navbatda biz qiladigan ishimiz registratsiya tugmasini bosamiz. Va bu yerdan po telefon orqali o'tamiz. Albatta telefon raqamingizni kiritishingiz kerak do'stlar. Va promokod degan joyga soqqa bos promokodini kiritamiz. Обязательно shuni yozishingiz kerak. Bo'lmasa do'stlar bonus bermaydi. Va do'stlar promokodni kiritganimizdan so'ng biz mana bu yerga bonus degan joyiga hop mana ko'rganlaringizdek 42 million so'mgacha ko'rsatyapti, lekin bizga hozir 12 million so'm tushiramiz biz. Kazino va gamesni bosamiz. Va mana bu yerdagi hamma ptichkalarni qo'yib chiqamiz. Shundan so'ng zaregistratsiya tugmasini bosamiz. Va keyin ya'ni robot tugmasini bosib bizga so'raganini kiritamiz do'stlar. Qayta so'rayveradi, teraveramiz. Hop. Mana ko'rganlaringizdek ro'yxatdan o'tyapti. Endi bu qatorga keldik. Bunga отправить kodni bosamiz va SMS kod keladi telefonimizga. Albatta o'shani подтвердить qilishimiz kerak do'stlar. Mana do'stlar ko'rganlaringizdek biz уже hozir hisobimizni to'ldirdik. 200 ming so'm pul kiritdik hisobimizga va mana 12 million so'm pul tushdi do'stlar. Albatta hammaga ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman. Bu Win-Win kontorasi hozir AdminXBet, Melbet hammasini yoryapti. Shuning uchun sizlarga shuni taklif qilib qolaman do'stlar. Ro'yxatdan o'ting, bonuslar qo'lga kiriting va bemalol live, kazino hammasiga foydalanib ishlating do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.